Janoza. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli aktrisa Dono Boboxonova bugun vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Dono Boboxonova 80 yoshda vafot etdi. Bu haqida O'zbekiston Davlat drama teatri xabar berdi. Dono Boboxonova 1946-yil 20-noyabrda Qozog'istonda tavallud topgan. Toshkent teatr va rassomchilik institutini tamomlab, Yosh gvardiyachilar teatrida faoliyatini boshlagan. 1996-yili O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvoni bilan taqdirlangan. Aktrisa milliy sahna san'ati rivojiga ulkan hissa qo'shgan hamda betakror obrazlar yaratgan. Kinoda ham o'ziga xos turfda rollarni maromiga yetkazib ijro etgan. Bozor ko'rmagan yigitda ona, arazlasang o'lamanda qaynona, chol va nabirada Sobira, tilim qursinda sovchi va boshqalar shular jumlasidandir. Dono Boboxonova 9 nabira va 4 evaraning buvisi edi, deyiladi xabarda.